Demak, tarkibida 0,9 mol H-klor bo'lgan. 0,9 mol H-klor bo'lgan. 207 gram eritmaga. Demak, eritmamiz massasi 207 gram. 207 gram eritmaga temir kuyundusi qo'shildi. Temir kuyundusi bu temir qo'sh oksidi. Temir kuyundusi qo'shildi. Massasini molini aytmagan, nega qo'shilgan. So'ngra temir kukuni qo'shildi va kukun to'liq erib ketdi. Birinchi temir kuyundusi qo'shib ko'ramiz. Temir kuyundusi qo'shadigan bo'lsak, H-klor bilan kirishadi. Temir kuyundusi temir 3 oksidi bilan temir 2 oksidining aralashmasi bo'lganligi uchun temir 3 xlorid chiqadi temir 3 oksididan va temir 2 xlorid chiqadi temir 2 oksididan va suv chiqadi. Almashtirish reaksiyasi bo'ladi. Temir kuyundusida 3 variantli temir 2 ta bo'lgani uchun bu yerga 2 qo'ysak, xlorlarimiz 2 3 6 bu bilan 8 ta bo'ladi. Buni oldiga 4 qo'ysak tenglashadi. Demak, bizda temir 3 xlorid va temir 2 xlorid eritmasi hosil bo'ldi. 2 xil tuzimiz bor. So'ngra temir kukuni qo'shildi. Temir kukuni degani, demak, temirni o'zini qo'shgan. Temir kukuni tushib to'liq erib ketdi. Demak, temir qattiq modda, u suvda erimaydi, kislotada eriydi. Temirga H-klor qo'shadigan bo'lsak, temir 2 xlorid bilan vodorod chiqadi va temir to'liq erib ketadi. Endi bizda eritmamizda 2 xil tuz bor. Temir 3 xlorid bor va temir 2 xlorid tuzlar bor, 2 xil tuz bor. Temir kukun to'liq erib ketdi. Eritma zichishiga 1.1 bo'lgan 25% yagona tuz hosil bo'ldi. Yagona tuz hosil bo'ldi degani, bizning eritmamizda 2 xil tuz bormidi? Yagona tuz degani bitta tuz hosil bo'lishi kerak. Bunda bizga 2 xil tuz kerak emas, bizga 1 xil tuz kerak. 9-sinf reaksiyasi bo'yicha temir 3 xloridga temir qo'shilganda temir 2 xlorid hosil bo'ladi. Tenglashtirasak bu 3 qo'yamiz, bu yerga 2 qo'ysak tenglashadi. Temirlarimiz ham tengmi? O'sha temir 3 xloridni biz temir 2 xloridga aylantirdik. Va yangi eritma hosil bo'ldi. Yangi eritma temir 2 xloridning eritmasi. Temir 2 xlorid eritmasi bu yagona tuz bo'lgan temir 2 xlorid eritmasi paydo bo'ldi. Temir 3 xloridimizni ham temir 2 ga o'tkazib yubordik. Temir kukuni ta'sirida 25%, demak 25% zichligi 1.143 bo'lgan yagona tuz bo'lgan eritma hosil bo'ldi deyapti. Mana shunaqa voqea bo'lgan. Endi hosil bo'lgan eritma ikki qismga ajratildi. Mana shu eritmamiz ikki qismga ajratishimiz kerak. Demak, temir 2 xloridimiz bilan suv va temir 2 xlorid bilan suv. Hosil bo'lgan eritma ikki qismga ajratilgan. Mana ikkita eritmamiz bor. Ikki qismga ajratilib, birinchi qismiga stoiximetrik nisbatda qizil qon tuzi qo'shilgan. Demak, birinchi qismiga qizil qon tuzi qo'shamiz. Kaliy 3, temir geksasiano qo'shamiz. Geksasiano 3 variantli mana bu yerga tushgan, kaliy 1 variant, bu yerga 1 tushgan. Bu 3 variantli. 3 variant bo'lganligi uchun temir 2 variantli bo'lsa, birisi qoplay olmaydi va unga bitta kaliy yordamlashadi. Kaliy 1 variantli, temir 2 variantli, jami 3 variantli bo'ldi va endi mana shu temir geksasiano qoldig'ini qoplasa bo'ladi. Kaliy xlorid oladi, bitta kaliy qolgan, ikkita kaliy xlorid hosil qiladi. Endi ikkinchi qismimizga kumush hidrat eritmasi qo'shildi. Bunga kumush hidrat eritmasi qo'shamiz. Kumush hidrat eritmamizdan 200 gram qo'shamiz. Bu eritmaning massasi bilmaymiz nechaligini. Kumush hidrat qo'shamiz, reaksiya sodir bo'ladi. Temir 2 xloridga kumush hidrat qo'shsak, kumush xlorid oq cho'kma va temir nitrat paydo bo'ladi. Yangi eritma chizamiz. Yangi eritmada savolda aytish bo'yicha reaksiya oxirigacha bordi va temir 2 nitrat va suvdan iborat eritma hosil bo'ldi. Temir 2 nitrat va suvdan iborat eritma hosil bo'ldi degani, demak, yangi eritmamizda temir 2 xlorid ortib qolmagan,
kumush hidratdan ortib qolmagan. Nega ortib qolmaydi desa, chunki bular to'liq reaksiyaga kirishgan. Yangi eritmamizning massasi 255,25 gramm tashkil qilyapti. Mana shunaqa eritma hosil bo'ldi. Demak, mana bu temir xloridni bir eslatib yuboraman sizlarga. Bu temir xlorid 25% zichligi bor. 25% esdan chiqmasin. Agar bu 25% bo'lsa, ikki qismga bo'lgan taqdirimizda ham buni foizini yo'qotadimi? Yo'qotmaydi, 25% bo'lib qolaveradi. Tushunarlimi? 25% bo'lib qolaveradi. Endi bu eritmalar alohida ikki qismga bo'lingan. Bu qismi qancha, bu qismi qanchalik bilmaymiz. Shuning uchun mana bu qismini massasini x bilan belgilayman. Bo'ladimi? Agar bu qism massasi x bilan belgilasam, demak bu birinchi ishimiz bo'lyaptimi? X bilan belgilasam, uni 25% qancha bo'ladi? 0,25x bo'ladi. Demak, ikkinchi ishimizda buni massasi 0,25x bo'ladi. Bu massa. Ana endi bu 0,25ximiz kumush hidrat bilan to'liq reaksiyaga kirishgan. To'liq reaksiyaga kirishganligini qaydan bilyapmiz? Chunki u tomonda yagona tuz va suv hosil bo'lgan, boshqa tuz bo'lmagan, to'liq reaksiyaga kirishgan. Unda mana temir xloridning massasi kerak bizga. Buni massasi 127 gramm. Buni massasi 340 gramm. Buni massasi 145 dan ikkitasi 287 gramm. Buni massasi 180 gramm. Bizda misollarimiz oson bo'lishi uchun mana bu 0,25x bilan birga qo'ysam proporsiya qilish qiyin-ku. Shuning uchun 0,25 bilan proporsiya qilish qiyin bo'lganligi uchun temir xloridni eritmasini massasiga x ni aralashtirayotgan bo'lsak, o'zini massasini x deb olib qo'yaveraylik. Demak, unda birinchi ishimiz bu yerda bo'ladi. Bilmaydigan temir xloridning massasini 127x deb belgilayman. Bo'lam shu ish qilsam. Endi ikkinchi ishimiz 127x imiz necha foiz? 25%. 100%imiz qancha? 508x bo'ladi. Ikkinchimiz tushunarlimi? 508x. Endi mana bu yerga 127x ni bemalol olib qo'yishim mumkin. Nega? Chunki ikkalasi to'liq reaksiyaga kirishgan, yagona tuz paydo bo'lgan. Bu yerga 127x olib qo'ysak, bu uchinchi ishimiz bo'ladi, demak. 127x dan 340x kumush hidrat bo'lgan, 287x eritmamiz cho'kkan va 180x temir hidrat paydo bo'lgan. Endi eng muhim joyga kelyapmiz, 4-ishga. 4-da qiladigan ishimiz. Mana bu eritma necha gramm? 508x. Bu eritma necha gramm? 200 gramm. Ikkalasini qo'shadigan bo'ldim. 508x ga 200 ni qo'shyapman. 200 ni qo'shganimdan so'ng 287x gramm cho'kmani ayirsam bo'ladimi? 287x gramm cho'kmani ayirsam yangi eritma 255,25 gramm bo'ladi. Tushunarlimi? Endi ikkinchi tarafga ayrishib o'tsa 55,25 bo'ladi. 508x dan 287x ayirsak 221x bo'ladi. X teng 0,25 bo'ladi. X teng 0,25 degani, demak, temir xloridning massasini biz 127x olganmidik. Demak, bu yerda temir xlorid 0,25 molda. Mana shu ishda temir xloridning bir qismini topdik. Narigi qismini topganimiz yo'q hali. Faqat bir qismini topdik. Endi narigi qismini topishga o'tamiz. Bu 4 ish bo'ldi. Ana endi bu tomonga qaytamiz. Bu tomonga qaytsak, demak, bizni tushunishimiz bo'yicha vodorod xlorid 0,9 mol. To'g'rimi? Vodorod xlorid 0,9 mol. Shu vodorod xloridning 0,9 moli to'liq reaksiyaga kirishdimi? To'liq reaksiyaga kirishdi, chunki yagona tuz paydo bo'ldi-ku bu yerda. Endi savol sizlarga. Bu eritmadagi xlor ioni ko'pmi yo bu eritmadagi xlor ioni ko'pmi? Shuni hal qilib olishimiz kerak. Ikkasining miqdori teng. Chunki
temir qo'shoksit tarkibidagi temir xlorni oldi. Temir kukuni ham temir xlorni oldi. Hamma kelib xlorni oldi, lekin xlor cho'kkani yo'q, xlor uchib ketgani yo'q. Demak, mana shu eritmada xlor ioni necha mol bo'lsa, bu yerda ham xlor ioni shuncha mol bo'ladi. Mana shu fikr kelsa, misol aniq chiqadi. Mana shu sertifikat darajalarning ichidan bilinadi o'zi. Mana bu yerda reaksiya juda ko'p mana. Reaksiya juda ko'p. Hozir bittasini x qilib ishlashimiz ham mumkin. Bittasini x qilib keyin ishlab ketishimiz mumkin. Lekin mana bu yerda xlor ioni necha mol bo'lsa, bu yerda ham xlor ioni shuncha mol ekanligini oldindan bilishimiz kerak. Bunda bu 4-chi bo'lsa, 5-chiga o'tyapmiz. 5-chi tomonga o'taman. 5-chi H xlorni dissotsiya qilsam, vodorod bilan xlorga dissotsiya bo'ladi. 1 mol H xlordan 1 mol xlor ion chiqsa, bizlarda 0.9 mol xlordan 0.9 mol xlor ioni bo'ladi. 6-da e'tibor beringlar, nima qilaman? Bu eritmaga o'taman. Mana bu eritmaga o'taman. Bu eritmada temir 2 xloriddagi xlor bilan mana bu xlor bir xilmi? To'g'rimi? Bir xil. Temir 2 xloriddan temir va xlorga ionlarga parchalansa, 1 mol temir 2 xloriddan 2 mol xlor paydo bo'ladi, to'g'rimi? Bizning xlorimiz bu yoqda 0.9 bo'lsa, pastda ham 0.9 bo'ladimi? 0.9 mol xlor ioni bo'lsa, bu 0.45 mol temir 2 xlorid bo'ladimi? 0.45 mol. 6-chi tushunilangmi? Endi bu tomonga o'taman. Mana shu ikkita temir xloridimiz birgalikda necha mol bo'lishi kerak? 0.45 bo'lishi kerak. Bu ana temir xlor molini topdik-ku 0.25 mol deb. Yetib bordimmi? X bu temir xlorning moli edi. Buni x mol deb olganmidik? X mol deb olsak, massasi 1 x bo'larmidi? Bu x 0.25 kelib chiqdi. Lekin ikkita temir xlorid birgalikda 0.45 bo'lyapti-ku. 0.45 bo'ladigan bo'lsa, bu 0.25 bo'lsa, u topishimiz uchun demak nechinchi keldik? Demak bizda 6-chi bo'lsa, mana bu yerda 7-chi bo'ladi, deymi? To'g'rimi? 7-chi bo'ladi. 0.45 dan ayiraman 0.25 ni. Teng 0.2 mol mana bu temir xlor bo'lgan. To'g'rimi? Bu 0.2 mol bo'lgan ekan. Endi ikki qismga bo'ldik, qanchadan tushganini bilib oldik. Ana endi savollarni ishlashni boshlaymiz. Savollarni ishlaganimizda bir narsa esdan chiqmasin. Bu temir xlorid, mana bu temir xlorid va mana bu temir xlorid hammasi birgalikda 0.45 mol bo'lishi kerak. Kelishiga 0.45 mol bo'lishi kerak. Mana bu H xlor va H xlor esa birgalikda 0.9 mol bo'lishi kerak. Chunki H xlor 0.9 mol sarflangan. Birinchi savolda temir kuyindisining massasini toping deyapti. Temir kuyindisi mana bu, to'g'rimi? Ikkinchi savolda temir kukunining molini toping deyapti. Temir kukuni mana bu, to'g'rimi? Ikkovini ham massasini bilmaymiz. Ikkasini ham massasini bilmaganimiz uchun x dan foydalansak bo'ladi. Demak, bu 7-chimiz bo'lsa, 8-chimiz bo'ladi. Bular x qilish. 8-chi ish, buni molini x mol deyman, buni molini y mol deyman. Demak, temir qo'shoksit bilan temirning massasini toping degan. Birinchi va ikkinchi savolda temir qo'shoksit x mol bilan belgiladik, temirni y mol bilan belgiladik. Bu 8-chimiz. Endi e'tibor berasizlar 9-chimizga. Mana bu temir xloridning moli qancha deb hisoblayapmiz biz? 0.45 mol deb hisoblayapmiz. To'g'rimi? 0.45 mol deb hisoblayotgan bo'lsak, shu 0.45 ni massasini olib beraman. 10-chi bo'ladi. Temir xloridning massasini topyapmiz. Demak, 0.45 ni ko'paytiraman umumiy massasiga. 56 ga 71 qo'shsak, 127 ga ko'paytiradigan bo'lsak, necha? 57,15 gram ekan temir xloridning massasi. 11-chi ish. Mana shu 57,15 gram temir xlorid necha foiz? 25%. 100% qancha qilsak? Mana shu eritmaning massasi kelib chiqadimi?
To'g'rimi? Umumiy eritmaning massasi kelib chiqadi hozir. 228,6 gram kelib chiqdi. Endi bu 228 oltini eslab qolasizlar. Mana bu boshdan kelamiz. Mana bu H-xlor eritmamiz 207 gram edi. 207 gram edi. Unga biz temir qo'shoqni soldik 1. Temirni soldik 2. Buning eritmaning massasi ko'paydimi? Vodorod tayyordik 3. Vodorod gaz-ku. To'g'rimi? Vodorod tayyorlik 3. Shuni 207 ga temir qo'shoqsiz va temirni qo'shganimizdan so'ng vodorodni ayirsak, eritmaning massasi 228,6 bo'ladimi mana shu? Shu tushunarli bo'ldimi? 10-11 ish. Bu eritma 228,6 bo'ldi. Endi 12-ish. 12-ishda bizda temir qo'shoqsida x mol, bu 8x bo'ladi, bu 2x bo'ladi, bu x bo'ladi. Bu 2x temir xlorni olib, bu yerda temir bilan reaksiyasi yozishimiz kerak. 2x yozsak, bu yerda x temir bo'ladi. 3x temir 2 xlorid bo'ladi. Endi jami temirlar y molmidi? Jami temirlar y dan temir x molni ayirsak, buni moli qancha bo'ladi? 13-ish. Y minus x bo'ladi. H xlor topsak, 2y minus 2x bo'ladi. Temir xlor topsak, y minus x bo'ladi. Vodorodning molini topsak, y minus x bo'ladi. Ana shu 13-ish. Ana endi bizda temir xlorlarimiz yig'indisi 0,45 bo'lishi kerak yoki H xlorlar yig'indisi necha bo'lishi kerak? 0,9 bo'lishi kerak. Shu ikkalasidan bittasidan foydalanamiz. Sababi H xlordagi xlordan temir xlor topganmiz. Ikkalasini ishlaydigan bo'lsak chiqmaydi. Mana isbotlaymiz shuni. 14-ish bo'ladi. 14-ish H xlordan yig'adigan bo'lyapman. H xlor yig'adigan bo'lsam 8x plus 2y minus 2x teng 0,9 bo'ladimi? Bu 6x plus 2y teng necha bo'ladi? 0,9 bo'ladi. Bu sistemaning bir qismi qolsin. Ana endi mana bu 228,6 hisob qilinglar, qanday paydo qilishimizni. 228,6 ni. Demak, bizda temir qo'shoqsiz massasi kerak. 15-ish. Temir qo'shoqsiz massasi 56 ga ko'paytirsak 118 ga 64 qo'shsak 232x temir qo'shoqsiz massasi plus temir massasi 56y. Ana shu temir qo'shoqsiz bilan temirni umumiy 200,7 ga solyapmizmi? 200,7 ga solgandan so'ng nimani ayirayapmiz? Kim chiqib ketyapti? Vodorod ayiramiz. Vodorod 2 ko'paygan y minus x ayirib tashlayapmiz. Chunki vodorod 2 gram, moli y minus x gram. Demak 232 temir qo'shoqsidiga temirni qo'shdik, eritmaga soldik mana va chiqib ketgan vodorod gazini ayirganimizda eritmaning massasi qancha chiqishi kerak umumiyda? 228,6 chiqishi kerak. Shu tenglamani ishlaydigan bo'lsak, mana 2y minusdan bo'ladi. 2x-chi plusdan. Shu 2x dan plusdan bo'lsa, bunga qo'shsam bo'ladimi? 234x bo'ladi. Kecha tushundingmi? Bu 2y minusdan bo'lsa, 56y dan 2y ni ayirsak, plusdan 54y bo'ladi. To'g'rimi? Teng. Bu 207 tengning narigi tomoniga ayirishib o'tadi. 207 dan buni ayirsak 27,9 bo'ladi. Bu sistemaning ikkinchi qismi. Narigi tomonda sistemaning birinchi qismi ham tayyor. 16-ish. 234x plus 54y teng 27,9. 6x plus 2y teng 0,9. Shu sistemani ishlaydigan bo'lsak, pastdan 27 ga ko'paytirsak, 27 ga ko'paytirsak, 20 y'lar qisqarib ketadi.
27 ni 6 ga ko'paytirsak 234 ni ayiradigan bo'lsak 72x teng. 27 ni 09 ko'paytirib 27 9 dan ayirsak 3,6 x teng 0,05 mol. Bu temir qo'sh oksidan moli. Endi y ni ham topadigan bo'lsak shu yerdan. Y topsak, demak 6 kira 0,05 0 ham. Bu 0,6 bo'ladi. 0,6 2 bo'lsak 0,3 mol bo'ladi. Demak, misol shartini ishlab bo'ldik. Endi javoblarga o'tamiz. Javob 1. Temir kuyindisining massasini toping. Temir kuyindisi temir qo'sh oksidan massasi topadigan bo'lsak, buni moli hozirgina 0,05 mol chiqdimi? Nechaga ko'paytiraman? 232 ga 11,6 gram. Javob 2. Temir kukunning molini toping. Temir kukuni y mol bilan belgilaganmidik? Y necha chiqdi? 0,3 mol kelib chiqdi. Javob 3. 25% eritmaning molyar konsentratsiyasini toping. Demak, bizda 25% eritma molyar konsentratsiyasi degani, bilasizlar, bizlarda temir 2 xlorid eritmasi bor edi. Temir 2 xlorid 25% edi. Zichligi 1,143midi? Shuni molyar konsentratsiyasi toping desa, foiz bilan zichlik berilsa bo'ldi, molyarga o'tsa bo'ladi. S molyar teng S foiz ko'paygan 10 ko'paygan zichlik taqsim mr degan formulamiz mavjud. Shunda S molyar topadigan bo'lsak, foiz o'rniga 25 qo'yamiz. Ko'paygan 10, zichlik o'rniga 1,143. Temir 3 xloridning molekulyar massasi 127. Teng 2,25 molyar bo'ladi. Bu javob 3. Javob 4 ga o'tyapmiz. Kumush hidrat eritmasining foizini so'rayapti. Xo'p. Javob 4. Kumush hidrat eritmasini chizib olamiz. Kumush hidrat eritmasi bilamiz 200 grammidi? 200 gram edi. Endi kumush hidrat eritmasiga bir qarasak, mana kumush hidrat eritmasi 200 gram. Boya ogohlantirdimki, temir xlor kumush hidrat bilan to'liq reaksiyaga kirishgan. Kumush hidrat 240 gram reaksiyaga kirishgan, demak bu kumush hidratning hammasi. Xdan necha chiqqan? 0,5. Demak, buni massasi 340 ko'paygan x 0,25 bo'ladimi? 85 gram. Endi foizini topsak bo'ldi. Foiz so'rayapti. Foiz topishimiz uchun 85 ni bo'lamiz 200 ga 42,5 foiz bo'ladi. Javob 4 tushunarlimi? Javob 5. Kaliy temir geksasion ferrat massasini toping deyapti. Demak, mana bu yerda biz temir 2 xloridni ikki qismga bo'lganmiz. Birinchi qismidan x 0,25 chiqqan bo'lsa, ikkinchi qismidan necha chiqdi? 0,2 chiqdi. Demak, javob 5 mi? Javob 5. Bir molidan buni massasini topishimiz kerak ekan. Xo'p, 12 ga 14, 6 ga ko'paytirib necha ekan? 307. 307 gram ekan. Bizlardagi necha mol? 0,2 molidan qancha? 61,4 gram ekan. Demak, savolning asosiy qiyin joyi mana shu yerda. To'g'rimi? Ana shu 8-chi, 9-chi, 10, 11, 12-chi, 13-chi ishlarda qiyinchilik qilyapti. Qolgan eplasa bo'ladi. Ana shu.